Mercedes oilasining dvigatel hajmi kichkina bo'lgan, lekin dahshatli xarakteristikani chiqazib oladigan kam sonli modellardan biri. O'rnatilgan gibridni ustunovka ekonom uchun emas, balkim ot kuchini ko'paytirish, xarakterini oshirish uchundir. Mercedes-Benz AMG C63S E Performance W206 kuzovda. Bir tomondan S-Class, ikkinchi tomondan sport atmosferasini taqdim qila oladigan hashamatli interyerga ega. AMG rul, sportivniy lipistoklar va Dynamic Select knopkalari ham mavjud. O'zgacha dizayni bilan Formula 1 ni eslataveradigan o'rindiqlarga ega. Aynan bu apparatga ventilyatsionni opornilar, AMG supportlari kerak bo'ladi. Ana endi eng dahshatli joyi 2 litrli turbinli motor. I-образный 4 ta silindrga gibridni ustunovka o'rnatilganligi uchun tasavvur qiling, 680 ot kuchi umumiy va 1020 tasavvur qilsmi, kattakon pikaplar bilan tenglasha oladigan 1020 Nm ham siz uchun taklif qilinadi va xulosa o'laroq 0 dan 100 gacha bor yo'q 3.4 sekund sarf qiladi. Uzatmalar qutisi esa Select Shift 9 pog'onali bo'ladi. Buyurtma asosida 2025 va 2026 yil modellarini yetkazib berishimiz mumkin. Narxlar eksklyuziv tarzda beriladi va 2024 yil modelining o'zining narxi bojxona to'lovisiz bor yo'g'i 104 ming AQSh dollari bo'ladi.